Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari va YouTube kuzatuvchilarimiz. Sizlar uchun biz bugun shalvar bichishni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun materialimizni 4 taklam holatiga keltirib olamiz va undan so'ng shalvar uzunligini belgilaymiz. Doimo uzunliklarimizga 5 cm chok haqi qo'shiladi uzunligimiz uchun va bo'ksa aylanasini to'rga bo'lib, unga 1 cm chok haqi qo'shib belgilanadi. Har doim hamma klientlarning bo'ksa aylanasi to'rga bo'linib, unga 1 cm chok haqi qo'shib belgilanadi va og'imizning uzunligi uchun 22 dan 35 gacha bo'lgan oralig'ida tushiladi razmeriga qarab. Kichik bolachalar uchun 22, standart 32-33, vazni kattaroq klientlarimiz uchun 35 gacha chotining oq uzunligiga tushiladi. Biz bu klientimizni standart razmerda oq uzunligiga 32 tushib belgiladik va og'imizning kengligiga 6 cm qilib belgilaymiz. Bu ham vazniga qarab 8 cm gacha kengayishi mumkin. Va shu holatda og'imizni chizib olamiz. Endi poycha kengligini belgilab, oq uzunligimiz bilan poycha kengligimizni tekis qilib tutashtirib olamiz. Shalvar bichilishi tayyor bo'ldi. Endi buni qirqib olamiz. Bu oddiy shalvar bichilishi tikuvchilikni yangi boshlayotgan qizlar uchun osonroq darslik qo'llanma sifatida tayyorladik. Sizlar ham bichib ko'rishinglar mumkin. Mana shalvarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni tikamiz. Mana aziz kanalimiz a'zolari, biz bichib olgan shalvarimizni hozir tikilishini ko'rsatib beraman. Materialimiz 4 taklov deydi. Mana 2 ga ochdikda va buni teskarisini ko'tarib olamiz. Teskarisini ontarib olganimizdan so'ng oq uzunligimizni birlashtirib oldik va shu joyimizni tikib chiqamiz. Teskari tarafidan ikkala oq uzunligimizni tikib olamiz. Endi ikkinchi tarafini ham tekis qilib birlashtirib, buni ham tikib olamiz. Ikkala tarafini ham tikib oldik. Tikib olgan choklarimizni mana overlockda обработка qilib oldik va endi buni teng o'rtasidan bu yoqqa ontaramiz. Mana bu yoqda ham oq uzunligimiz bir-biriga keldi. Mana bu joylarimiz bir-biriga qo'shna bo'lib kelishi kerak va buni mahkamlab olib, mana endi lozimimizni poychasidan boshlab yana keyingi poycha uchigacha tikib chiqamiz.
har doim tikilayotganda chok boshini mahkamlab zakripka qilib tikiladi. O'qlarimiz bir-biriga birlashtirilgan. Tekis qilib bu joyimizni ham tikib o'tamiz. Og'larini ham tikib oldik. Shu holatda bo'ladi. Endi buni ham choklarimizni overlockda obработка qilib olamiz. Mana overlockda choklarimizni chiroyli qilib obработка qilib tikib oldik. Mana iplari chiqmasligi uchun endi shalvarimizni o'ngiga o'ngini qilamizda, endi buni poychalarini chiroyli qilib buklab chiqamiz. Shtapel material bo'lganligi uchun iplari chiqadi. Buni albatta 2 marta buklov qilib bukiladi. Ko'rinishda po'chalarimizni chiroyli qilib buklab olamiz. Poychamizni ham buklab oldik va endi bel qismimizga rezinka qo'yib shalvarimizni tikilishini tugatamiz. Mana rezinkamizni tayyorlab oldik. santimetr buklov holatda rezinkani orasiga olib ishni davom etkazamiz. Rezinkamiz 50 santimetr qilib olindi. Aylanasi shunga tayyorlab olindi. Mana tortib hamma joyiga bir xilda zbolka terilish hisobini olib tikib chiqamiz. Shalvarimizni bel qismini ham tugatib oldik.
rezinka qismini mana ichlari obработка qilinib, chiroyli qilib rezinkalari qo'yildi. Mana shallarimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yaxshi kayfiyat.